Ya bo'lmagan narsani. Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari. Bugun sizlarga G'lushnoy prisoslarini obzorini qilib beramiz. Ishlashlarini, filtrlarini, fonni hamma narsasini ko'rsatib beramiz. Hop, prisosni o'ziga keladigan bo'lsak, vatlari 1000 vatli bo'ladi. Chopper motor bo'ladi. Simi 5 metr uzunlikda bo'ladi. Filtrlari HP filtr bo'ladi. Mana ko'rsanglar bo'ladi. O'tirishlari ham oson, motorlari filtrlari ham polni yuvib ishlasa bo'ladigan HP filtr bo'ladi. Nasatkasiga keladigan bo'lsak, nasatka shunaqa o'zgacha nasatka bo'ladi. Bemalol kafelardan achishda, parketlardan achishda foydalansanglar bo'ladi. O'sha safar chiqarib turib oddiy joylarni gilondan tozalasanglar ham bo'ladi. Hop, shvabirasi shunaqa bo'ladi. Ko'rsanglar bo'ladi, qattiq alyumindan qilingan bo'ladi. Bu joyga o'zini maxsus joyiga tiqiladi, shunaqa shaklda tiqiladi. Bu yog'iga shunaqa nasatkasi tiqiladi. Shunaqa tarzda ko'rishinglar bo'ladi. Shunaqa tarzda tiqiladi. Mana ishlatishlari ham shu turishda bo'ladi. Bu joyga musor to'playdi. Bu joyda yana nima qiladi? Ko'rishinglar bo'ladi. Shuni ko'rishinglar bo'ladi. Ovozlari ancha zo'r, ishlashlari mana. Ko'rishinglar bo'ladi. Hozirda prisos kuchli prisosda bemalol shampurli suvlarni qo'yib turib, bu joyga ishlatsanglar bo'ladi. Shampurli suv qo'yganinglarda mana bu joydan qilib olib beradi. Ishlashini ko'rsanglar tortadi. Kimga shunaqa Arsha brendida prisoslar kerak bo'ladigan bo'lsa, shiva bo'ladi, arzon narxlarda bemalol bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab dastavkasini qilib beramiz. Manzilimiz Abu Sahiy G123-do'kon. Telefon nomerlarimiz 91 290 67 77. Kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Yana kimga shunaqa narsalar qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol aytsanglar, kommentariyada yozib qoldirsanglar. Boshqa narsalardan obzorini qilib beramiz. Kimga nima qiziqligini aytsa, shunga qarab shunaqa ishlatib tekshirib, qulayliklarini, qanaqa o'rnatilishlarini, hamma narsasini asta-sekin o'rgatib boramiz. Kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Ko'pchilik kanalga obuna bo'lmasdan ko'ryapti. Qattiqligimiz soni ko'payishiga yordam qilgan bo'lasizlar. Hammaga rahmat.